Assalomualaikum. Eski bozor kanalining yozuvchilari mana sizlarga 3 ta bo'g'oz olib kelib berdik akalar. Mana ko'ringlarchi, sizlarga egizasi molimizdan bor ekan. Qoranglar akalar. Nima deyapti molimiz akalar? Nima deyapti? 16 kam bu. 29 kam bu. 20 kam bu. Nima deyapti akalar? Narxlar shikala. Qoranglar akalar. Nima deyapti molimiz? Qoranglar akalar. Yaqiniga 7 litr suti ham bor akalar. Tuqquncha sut beraveradi akalar. Mana akalar. Nima deyapti akalar molimiz? Eski bozorga obuna bo'lamiz. Mana akalar. Bunisi. Mana akalar. Nima deyapti uskalar? Mana o'zi kallalar. 20 kam bu. 29 kam bu. 16 kam bu. Nima deyapti akalar? Ba'zi shoq 3 litrlardan kelib qoldi. Qirg'iz shevet. Uni bolasi. Qirg'iz shevet u ham bolasi. 10-cha. Naryoqda bo'g'ozimiz ham bor. Nima deyapti akalar? Yeb, chaqishda aynab yotibdi. Mana akalar. Mollar to'lib ketgan akalar. Kelaverasizlar. Nomerda ekranga chiqarib qo'yaman akalar. Eski bozorga like bosib qo'yamiz. Nima deyapti molimiz? Bo'g'ozman, mani video qiling deyapti-yu akalar. Obuna bo'linglar eski bozorga. Like bosib qo'yamiz. Nima deyapti likelar? Yuvosh debmaydi. Birinchini bolalar ham sog'uradi. Mana akalar. 16 kam bu, 29 kam bu, 20 kam bu. Nima deyapti mollarimiz? Qoranglar akalar, qirg'iz shevet orqalarini qaranglar. Mana shoxlarni. Mana. Nima deyapti mol? Naryoqda oq sigirimiz ham kelib qoldi. Mana bo'g'ozlarga qaranglar. Qisir aka, qisirdan ham bor. Bo'g'oz akalar. Qisir. Bo'g'oz. So'qolimiz ham yotibdilar. Katta bo'g'oz ham bo'g'oz akalar. Nima deyapti akalar molimiz? Nima deyapti? Mana akalar, yaqinlashtirib ko'rsatib beraman. Nima deyapti akalar molimiz? Like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz deyapti. Nima deyapti akalar? Molni qonunga qaranglar. Egizasi tug'ib bo'lsa baxtlilar akalar. Eski bozorga obuna bo'lib qo'yamiz akalar. Like bosib obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turamiz. Mana akalar. Mana. Kameraga qarab berishini qaranglar. Mana akalar. Eski bozorga obuna bo'lib qo'yasizlar. Paka.